bo'lsin? Nimaga bachamni urdingiz? Oksijon, men urmabman. Men ishlarni aytibman, yordam bering dedim, yordam bermadilar. Menga qarang. Men bachamizga yettimmas, qaymi? Tug'ib katta qilib, keyin buyruq berasiz, ish buyurasiz. Xo'p, men bacham ishingiz bo'lmasin. Zo'r bachangiz bor ekan. Kelin, ha bir choy foydamlab kelinglar hammaga. Boring dadajon, choy damlang. O'zingiz boring. Boring dedim sizga aytaman. Siz menga 2 kun kelib qaytaradigan bo'libsizmi? Ha, kelinlar işte bir-birlaringizga solib o'tiringlar. Kelin bitta payt yaxshi eti, o'zi borib etadi. Bular ikkita bo'lib bir-biriga soliq solib ish etmaydigan bo'ldi. Boringlar, choy damlanglar. Madajon. Rahmat kelin. Dadajon, o'g'lingiz bilan onamnikilarga borib kelsak maylimi? Mayli kelin, borib kelavering. Ishlaringizni qilib bering. Mayli. Onangnikiga ketmoqchimisan? Sen borganda men bormaymanmi? Siz ko'zingga ko'rsatma, shpiyon. Dadajon, Ha kelin. o'g'lingiz bilan onamnikiga borib kelay. Hay hozir ovsiningiz ketyapti. Siz uyda o'tirib ovqat qiling. Endi hammalaringiz bir kunda bormaysizlar. Men ovqat qilaman. Mana ajratasiz yangi kelin kelgan. Ha, bo'ldi qiling, borasiz. Yeringiz qayerda? Molxonada. Men Aka javob anasiga ikkita to'g'ri. Ha, bitta to'g'ri. Qanday bitta qorni? Hey, nima problema, nima problema? Dadamga qarang. Anam ketsin akam ikkita to'g'ri desam bitta deydi. Sala jilli bilmiyor. Abi sarkan-ku, yerkan-ku bu qanday to'g'ri bu? Hey, sala bu yerda sarkani bo'g'oz qisir qilaylik, ikkita to'g'ri, bitta to'g'ri. O'zi xotinlaring men maynamni yedi. Bir-biriga soliq solib ish ham etmaydi. Ha, ular nima ishimiz obzar? Menga qara, ikkovingdan birini ko'chasan. Shunda tinch bo'l. Unda akam ko'chsin ana. Men nima ko'chaman? Agar men Rossiyada ishlar qo'y quring, o'zi ko'chsin. Ammo meros qo'rqaman. Men aytadim bo'ladimi? O't oldim men ikkovingga, o'zim bilaman o'zsanlar. Yo'q, eshitdim yo'q. Menga qaranglar bachalarim. Rohat turar joy majmuasining ikkinchi obyektidan 1 yildan 2 yilgacha bo'lib to'lashab berib o'tirgan ekan. Shunday 3 xonaliga bitta to'lovchan qilib olaman. Mana qarang dada, hay birinchi obyektni olsangiz, bu 3 oyda bitta ekan. Birinchi obyektiga 100% to'lov qilish kerak. 100% da pulim yo'q. Uydagi inakchani sotaman-da, ikkinchi obyektga boshlang'ich to'lovchasini to'layman-da, shu yerdan 3 xonalik uycha olaman, keyin qutulaman sizlar. Bizlar Ramonda o'y. Qanday sizlar? Bizlar Hey! To'xta! Senga emas. Meni o'zim olaman. Ana shu katta uyda o'zlaring yashab yuring. Mana qarang, undan nima so'qda bizlar olib keldik. Ketsin tortib o'tiramiz. Hey!